Men bu bilim suga şamga adamda daim çık otta ama omurtkan kim mayma kokulu bu. Ma imkan bölme çık ot. Bir iğiz gapni anlamaysizlar bolam. Kırtıcı bulgan boldum toy söz tutup. Hay. Kızım, bu çaynında kokurtup koymayımız ha. Çaynakla joğusunu piyalığı yıkayarak ekilip çaynında leviga koyumuz. Köpükçüge sat dur da. Gap kulakçam tuzun ha xanım koyun. Apa, oğlum, bana da işki bağak az yaptı. Ko'nglingizz yerim bo'lib ketdimi? Ishki bag'aq oz kelgan bilan bolam. Asab yuzlik odamlarga dum chikatdi pulmi? Kim o? Qavalama ishga chiqdi. O'zing kelgan fuqarolasizlar? Voy, qo'pak gap qilgandiki. Allah. Jigayga qolmadi. Voy. Assalomu alaykum bolam. Qanday chiqma bilanmi? Ha. Dada uyda bormi? Baba. Bo'ldi bolam haqlasiz. Assalomu alaykum. Ana, va alaykum assalom. Chiq bilan yaxshi. Qanday qizim yaxshimi? Voy, o'g'lim qanday yaxshimi? Qanday xonim? Siz yaxshidingizmi bilan tudingizmi? O'tiring. O'tiring. Juma bilan to'dinglar. Hech qo'yingiz bunga. Men seni g'az yaxshini. To'nidim. O'tganda bag'aqni. Gapga qo'shmay cho'mava. O'tganda bir qatam xato qildimizmi bag'aqni? Shuna gunoyimni juyay deb bu qatam qarabdi burun ekkerdi bana bag'aqni. Bugun kisdan hammasi to'yning nezadan bag'aqdir. Ha, yaxshi. Boshqa birisi men taqtay debdi. Biz degan ko'ntulush deb tolish berib oldi bag'aq. Yaxshi qilibsiz. Yaxshi. Haydaga, bağaksın bağaksınız apanı bir şarıydı. Şuna mı apa? Oy, bu kiselde çıktım da. Bu rak kiselini sakaytamayotgan ne çıkandı bu kiselden lan da? Boptu kan qilmanglar. Buni ham bir shifo dori tepilib qala. O'shib qolsiz xudoyim bo'lsa. Haras, mush kallangizda bormi? Ha? Kallangizda bormi deyman? Nima o? Ya, men demoqchi, bunda bir yangi bir mazmun, yangi bir tema kallangizda bormi? Yo'q. Agar anda bo'lsa, men sizga bu yeni temani ta'minlayman. Mana menda uzun demsiz, qisqa demsiz, semiz demsiz, urug' demsiz, paka demsiz, har qanday tema desangiz, tema degan to'kirib turibdi. Bir tem bor. Hech kimga demagan sizga play. Tarak deydilar. Nima? Tarak. Ya bunda o'ttiz tarak degan tarakchi. Tarak. Masalan, mush insonning mush boshqa badan bilan usti badanning farqi. Buni yozadigan bo'lsangiz, yeni birisi bor asa, yeni birisi. Sungan choch deb. Buni hech kim bilmaydi. Buni chuqum siz yozasiz, boshqa hech kim yozolmaydi. Yezib qolsangiz yer shari titrab ketadi. Yazsam mushundan yazsa bo'ldi. Oy. Oshining hammasi sizning qo'yaqcha, ne? Yoqma qo'shlarning. Mana. O'z ishini o'z og'ziga qoplagan, o'zi yezib tomlarga choplagan degan shu da mana. Alomat yezibsiz. Ammo toza o'qiganmidim? Siz daq maymaq turamdi, ha? O'ymo kan kushadi, ozrada o'ykan. Voy. Sazim emas qilamsiz? Mush olsam sazchi, mush yozuvchining ilhomini o'yitdi ekan. Saz yaxshi narsa. Qalini orom oldirdi. Yaxshi, bir ashka chalsin. Yo'q, men chalolmayman. Yo'q, chalsin. O saz. Siz mana to'zolmaydi. Amma tutama. Ishi qo'ygan tutarkan. O'zingiz yasaganmi? Yaxshi. Ürükningmi, parastingmi demoqchi u? Tömömiki. Ya Allah baqara. Tash bag'aq bu uyga ko'nyapti. Eshik ustiga ishkitari minyapti. Mush bir qiyra qilib baqara. Mush ba'zi sazandilar. Bu jin tutibdi chammay, bu dutlarni qishnab, tomlab, mushunda qilib chaladi ekan deyman. U nima qildi unda qilib? Mandani chammamdi mana. Tutamiz, urimiz, ha? Yazgıcı benim dostum, İslam'ın esiri, rahtın mı
Muşu bağı kesili. Kanda. Bulan dikenme. Ya bek yaxşı çaldınız. Nayet yaxşı çaldınız. Oy. Toxtan. Çoğun işini tuqaptım, çoğun işini. Bağaq. Sizge. Bağaq hep geldim. Kene bu. Ayrılık qo'yg'azligi. Mana, qara. Mavo aliqqa g'ani maymaqni topsam nazarisidan baq. Mavo aliq obloymaqni to'ytirish to'yini baq. Mavo aliqqa oblikim tafsili deganning ayolninki, inisining o'g'lining xaddini baq. Rahmat. Vaqtida borasiz a? Agar manda bo'lsin, siz endi vaqtingiz ko'p emas. Shu vaqtingiz yetishmay qolsa, berib qo'ysangiz, men ko'ngil qilib qo'ysam bo'ladi. Ya bo'ldi. Men ayolimni elib o'zim berib kelay. Maqla. Yana bir bag'a qilyapti, men taqib kerak. Ashta qiling. Hozir siz bu bag'aqligi shu ya eliq laqamni qo'shib yozgan bo'pti-da. Bilmay qoldi ekan, hozir ismlar jiq emasmi, o'xshash. Shu bilmay qolmasa bo'ladi. Yaxshi bo'libdi. Men tat keltirma. Ishimiz fikrlashib turibdi. Yo'q, men yaqinda uy ko'chmoqchi. Qarab, men kallada chiq ishlamayman deb berman deyman. Bunda maqla. Ya bu siz avval qilib ayom deylar. Haras, qarang. Ela baymonning hikoyasi tafsili yozganjuma. Ulamda? Maqla. Qo'y, nima? Yelpis o'tirib qolsa yelpis. Ma'qul, yo'l bor. She'r boshqa hammani yozaman. Men ketdim, maqla. Allohga omonat. Omon bo'lar, xo'sh. Majma qardigardash nimanda qiladigan-da, to'la xotin elib, to'la xotin qo'yibdi. Bu odamlar hol sirtibatdi qo'yib, to'la baqa qo'yibdi. To'y qilish degani xudosh o'tirish qilishning o'rnida oddiylashtirib oldi bu. Ish xotinlar adashgan bu. Akla. Oy, biz bunchalik hozirg'ayadi o'zining qanchalik oldin ketgandi. Shu makimamda yerda qiyim dedim bu. Qiyim ro'shanga. Hali ko'nmaldiga satrash bor-ku. Satrash? Ayollarga binoning yon tarafida ko'kta sotadigan. Ayollar semizrak gapdan bir ayol bor-ku. Voy, iliq bitilda xotinmi, iliqmi, bizlar hozir sepini bor. Shu. Ya Allah. Qodir kam tanımsiz? Qodir emas, bu Qodir kim bu? Dadam og'inisi-chu? Dadam og'inisi? Yo'q. Dadamning og'inisi biz ya tanımasak, bolalar bilan tanışmasak. Allah. Boratchi. Qarang. Borat degan odamda shu 9-bag'aq keldi. Aslan inoat olib emasmi? Shu pat baqa qo'yatimdiki. Shundado. Yo Allah. Bu qitta bamsaq ko'ngligim kep ketmas, hech qisi yo'q. Unda qilsak bo'lmas. Chaqrimga yega borma. Chaqirga yedan qamma degan gap emasmi? O'lim bizni odim etib baqa qo'ygan gap. Voy, siz unda degan bilan biz Arslanning sunnat to'yida aram bir qitim baqa qo'ygan. U odam beriversa, ilg'onning sunnat to'yini qilayolsam ya unimisingiz. Beriversak bizga bir qitimmi yonmasa. Bo'ldi qilinglar. Bir odamda hargiz qolmaydi deyman. O'g'ri shu. Masita xunkamning yet nazar so'pibdi. O'jo, birdamni bir topdimi? Rahmatli o'bda odamdi. Nazirsiga baldiroq bir qarshi bersak bo'lmoqchimi odamning? Ma'qul. Yet nazarsini tutlamoqchi ayzim xachamlar restoranga borib qarsini o'shtaymiz. Qarsini o'shtamas? Yo Allah, mushsil xotin haqlining topmaydigan, qilmaydigan ishing yo'qchimasiniki. Bu qarsini o'shtishdigini nima? Shu restoranga borib o'tirish qilishku bu. Aytcha. Eli pulpicha qo'yayotgan, eli kiyim-kecha qo'yayotgan, eli rahpa qo'yayotgan. Anim bo'lsa tuquningiz o'lib ketibdi-ken, ben muboraklab qo'yaylik degandek. Sizlar allab faqat qarsini o'shtmaysizlar. Ya unda so'ranga menmi bag'an. Lekin bu o'ylab boqsam bu qarsini o'shtish degunicha, bu alog'inlar hiqqida araq shurab, tutqolni o'shtish degan gapni deyman men. Demaydigan gapingiz yo'q, ha? Voy. Meningmi bag'im bor odamsiz? Qanday qilmasam shu odamgarchilik, ha? Shu odamgarchilik. Mana, mush oydim hash-pash degicha 1400 yuan pul. Bu xatmi to'y, bu nazir chiroq deb ketdi.
Әнім болса, сіздің кітаптарыңыз базар тепіп күніміз яқшы. Әгер 2-4 тал maaş қарап қалған болсақ ба, біздің ішіміз тәсті. Ма, yüzü qilin mal бағасыныңки тоқтымай өсіп жөт еқе. Тақсылыңлықы қата чияңды ба тақы. Әммісі вақты сұрапчылығы ғой бұның. Қачамы түге şu әшәметчілік, қачамы түге şu ысырапчылық. Қачан түгейті? Әміміз оқшаш бай оғанда, көз қанымыз тойғанда, сапайымыз өскенде, мәнменчілік еддесін ваз кешкенде толық түгейді. Уф, сапты вақты ысырап. Vay ma məldikilərçi, sınlım. Əmmimiz uruq tutqandək ödümüz. Meyli toy olsun, nezir çıraq olsun, bir adam kam bop qas olmaydı da. Ma sizdek yeni öykü eşkeldi mi çay verirdi o, özünetli geldi mi çay verirdi o, yeni toy qıqaldı mı çay verirdi o, hatta öy icara qaldı mı çay verirdi o. Oy bu. Nemi degen jıq çay bu paşa xaça. Toğra, bizden küllerimiz çay bilen ödedi da. Hem size bu məhəllədə xizmət qılmay күнде çay oyunsa qoldu kende. Allah, nədə mi çaplaşqan jıq çayladı o bu bizge. Oy şu. Oy xuda. Oy nem boldu yani qaysı çay kam qap. Oy yerim kıldıgan bak hop demesme ben çıkay. Oy bu quruqul çıxıdığan boldun. Oy yok hoş. Ma qılamsan xoş. Geldiniz mi? Köy başaklı kirgen mi? Çıkarttı da? Ekşi vardı o, gıtıldı. Ne oldu? Bir kız olup bıraktım da. Oo işte. Arak içtiniz mi? Ben arak içerdim ha. Hepsi arak bıraksız bu. Ben arak içmedim, çapırım arak içti. Bu qanday gap bu? Bize idaredeki Zohriddin kamның oğluna mesleçi etemezsin bu gel. Şunun mesleçiye kirdim de başka bir xalqning sorunu kirib qaptım. Oy, o restoran ismini bilmeptiniz bardığa? Vay restoranını biliptim, bir binanın içinde bir moç restoran tutsa qazbisi qanday berkit bo'laman men. Şunun bilan o'ylaqay sorun xato kirib qilib, endi chiqtay deb tursam, men turmaydigan, meni turmaydigan birisi ish bo'ldi. Vay Muzaffar aka, men sizni anda yaxshi ko'rman, banda amroq, men sizga sizning yozgan ssenariylaringizni, hikoyalaringizni men bak o'qiyman. Bugün bir tanışıp kaldık, manda fırsat man kemmeyti de pis oldu. Şunlar baktık, kamundasından asla ben özellikle sorduğum şükür etsem, ya bugün sizden tanışıp kalgan diken bir rum kişi beseydi o. Vay Fıkan ben ezelden arak içmeyeme desem, vay yalgan yakınman, yazmış dikenle kaç arak içmeydiydi o. Hey canım Fıkan ben rast arak içmeydi. Desem onda olsa işkimiz bugün dost olup kaldı da, hep dost olursak onda dostluğumuz şükür içindeydi o. Çok kızık adamlar var. Sen terkip kaldım, Fıkan ben içmeyemem, ben çıkıp kıraya desem, onda desiniz babam onda olsamış, bir de içip çıktın deydim. Onu deyme, bunu deyme, zorla vurdu, içmeyeme de terktim onda, terksem içmesiniz çapırınız töküldü mü deydi o? Töksem töke Fıkan, otasam şalak töküme. Gel kolay desem mesken. Stacım bir kılıksız adamlar var. Vay, istitli bağırın aşağı çaplış buduş kalktay. Bütün kaygeçeme yolda deyme, emmiyelerin turap. Balı çok flap oldu mu? Flap oldu. Bob da juğuzu dayımız o çapanın. Ben kaçıdı bir jülüp çıkartıyorum, frak pakatçı demedim ben. Ha makul. Sıktos mu ha? Sus sık. İkimiz burun bir işxana bağaşqa күнде көрüşüp turatdı. Şundak. Hazır men pensiyaga chiqib navra qilyapman. Siz-chi? Siz kasbiy yozuvchiga aylanib ishxonada o'tirsangizmi, uy ko'rib yotsangiz o'zingiz ixtiyoringizda. Bugün sizni ko'rib bak hoş oldum. Kelganlar bek yaxshi bo'pti. Navrimiz sultonning sunnat to'yi qopgan. Boshqalarning bag'ini ishonchli odamlarni evatib o'tdim. Biroq sizni bag'ingizni o'z qo'limdan keldim jim ukam. Voy nima avorlatingiz balladılar etib etmang. To'g'ri qilibsiz. Ba'zi mush o'z qo'liga bag'aq tegmaydigan, uning ustiga omonat xiyonat qilib bag'aqni saqlab qo'yib bermaydigan ishlar jiqchu. Taq o'tganda qarasam qarang. Birisi yiliq undidor orqali bir bag'aq qo'yatibdi. Bag'aqni rasmga tortdi. Ha. Aka, mush xapinmay mush bag'aqingizni mush undidorda topshirib olgan bo'lsangiz,
sizga yetkazib bermadim debdikan, men shuni bilan Ruskoyla pulning rasmini tasa tatib topmamış yetkazib beraman dedim. Bo'lmasa hech chiqadi emasmi? Hozir ba'zilar odamni qancha ko'p chaqirsa, shuncha obro'li bo'ladi deb salomlashib qo'ygan odamni to'yga kulga chaqiradigan bo'lib oldi. Haqiqiy hissiyat ko'ngil suzishib ketdi. To'g'ri deysiz. Har qanday ish chekidan olsa, teatr qarab mangadi. Bizning ba'zi odamlarimiz o'zimizning asl an'analarimizni unutib, qalbim kulmaydi, kulish teliq ketadi degandek ish qilyotdi. Uning ustiga biz yotgan qarab sing'irimiz yaxshidi. Lekin hashamatchilik qoplab ketyapti. Shundoq. Lekin esinglarda bo'lsin, tomoqni dal vaqtida tatimiz. Baldir kelganlar ziyon tatadigan, keyin kelganlar dal tomoqni ustiga keladigan shundoq odatlarga xotim beramiz ukan. Bak yaxshi o'ylabsiz, bak yaxshi o'ylabsiz. Aslan bog'imiz to'y to'ygun deganda 2 soatdan ortiq qiladigan narsa emas. Shu emasmi? Nadiga vaqt bizni deyman. Lekin men sizning to'yingizga sal kechkiroq boraymi deyman, ha? Nima ish qildi? O'sha to'y kechki bo'lsa, burun kelganlarning hammasi o'rnidan turib salom qiladi ekan. Buni degan o'rinlarni kechki kelgandek bekorlab turdi ekan. Shuning uchun o'sha to'y kechki pas odamning inoatlanligida deb o'ylab qoldim men. Buyundaq yeringiz nima sizniki? Rahmat, rahmat. Chashkech boringizlar. Rahmat ukam. Mening yana boshqa yerlarga oparadigan bog'larim bor. Men chiqay. Voy. O saniyaning keldigan vaqt bo'lib qoldi. Mana jindak o'tir. Biza adoqlar. Assalomu alaykum. Anda adash ma degan uyga bir 7-8 to'yning bog'i ketdi-kan. Shoma arayishimiz uchun yetish bo'lmayapmiz. Aha. Sen xafanma endi. Uni seni to'laydi, sen uni to'laysan, shu cho'qim sana bog'i qurdi. Shu xafanmay bir 2 kun ketib qolgan bo'lsam o'tgan men uchun. Nima deysan? Qashqarda? Ya anda bo'lsa bo'ldi. Oplanasiz da mushada o'xshaydi deb qopdim. Ma'qul, men boshqa bir amalni qilaman. Ma'qul, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimi? Ash to'ydimi? Va alaykum assalom. Ha. Bas hozir. Ma'qul. 100 kun ketib qo'yapman. Ash to'yda, Nima? Chiqib bo'lgandim demsa to'ydin? Allah. Kendinga yolg'on bo'lmasmi? Anda bo'lsa, mayli. Men boshqa bir amal qilaman. Taxir. Ashada o'xshaydi debdimi? Bo'ldi, rahmat. Ma'qul. Assalomu alaykum. Qadafka bo'ldi, yaxshimi? Va alaykum assalom. Men Muzaffarkam. Ha. Narfkam o'zim. Voy, hecham yaxshi bo'ldi ukam menda qila. Ash to'yga bir 100 kun ketib qo'yapkam. Ayliqim, men tikaman, bolasini to'yini bilsam-ku. Gachit berib ukam bir 100 kun qo'yib qo'ya. Aytganligi men aytdiganda, onamni deb aytib berasan, qada? O'sha kun aytganda ham ko'rishib olmaysiz unda. Rahmat ukam, cho'ng bir qandan xalos qildim men. Rahmat. Voy, cho'ng qandan xalos qildingiz. Rahmat. Qanday ishim bo'lsa, menga dajma ukam, qo'limda kagdek ish bo'lsa, qilib berma. Rahmat. Ma'qul. Bir so'z ma'lum bo'ldimi? Aşkısı qanday qilamsan-da? Oyda. Soatni 1ga berib qopti, yo'lda mang'ash deyishamiz. Ananға men boray. Amsa, menga men boray yana. Ayan ikki to'yliq bir binada emasmi? Birsi siz kirib chiqsangiz, birsi men kirib chiqsam, oxirida Erkinkamning bolasini to'yga olsak. Uzoq o'tamsa qolmaydi. Uzoq o'tishpamsak. Sizlikisiz men chiqaymi yoki? Mayli, uni yo'lda bag'ash deyishili. Voy Atdaq taqqa chiqmaymiz. Men balaning burimiz tayyorlik qilyapti. Uf, nim degan jiq ishlar men o'rlashtirib. Shadiya Arslan Bulg'ar men chiqinglar bilan. Shadiya qizim, qadadingiz bilan biz boradigan 5-6 to'y vaqtga berib keldi. Siz men ish kufingizdan qo'sqa ichib qolsam, bir kech deydigan bir narsa qilib berasiz-da. Qolaman sen o topshiriqlarni ishlab olib, karatonni beshib qo'y. Bizga yaxshi xilop bo'lsa, men o'zim imzo qo'yib beraman, ha? Ma'qulda. Arslan, saati taqqa chiqqanda kiydigan narsani achangga chiqib jubbasini, bo'lmasa aytgan ma paypiqim yo'qdirdi. Ma ishtanni kiymaydim, sen meni achchig'im kelib qoljum balam. Ma uyda urushmay, ha? Chiroyli qo'ynali bilamda. Apara, karton film ko'rsak bo'lamdi. Karton film ko'rsang bo'lmaydi. Karton film ko'rsang ko'zingni qiyib qizib toshqanigidek o'qisidi. Deganimiz ko'ydingiz a. Kompyuter o'ynashga texim bo'lmaydi. Aldingmi? Uqdingmi? Ha. So'qishmanglar, men ishqilib so'qishmanglar, ha? Aldingmi? So'qishmoqsa meni olib. Hay, telefon o'ynasang texim bo'lmaydi.
Adam musadir kılma telefonu olma. Hani mi? Saniye. Beni at. Uzun çapının bilen bir kışlatın mı? Ha. Mümkün okey aka. Hocam. Bana yırtıra. Otur içim sıfacım oturaf kabe. Yürüyüp koydum kuş bile. Hay. Malani. Müşta yetip televizor görensizler. Bugün bizde kıldan bir munç işlerimiz var. Apandadan kep boğaca hem işte kıpılmasak bulmaydı. Hey men gel kotma. İlgar. Sen çok ara hocaran kırıp tapşırıklarını işle. Tapşırıklarını işle yapıp bizge kılıç ben bulmaydı. Arslan. Sen berip kırlanjı. Ben sizlerge tamak etmem tehi qo'sqonga oshqandu. Kirishga qizg'onishdi, men nim qilmay o'zim qilman. Kim debdi sana o'g'allar kiris bo'lmaydi deb jiysa. Ben birden 10 yıl topşırığını işleyeceğim. Bo'lmaydi, mafko. Ha bo'pti. Unda men sen 10 minut vaqt beray. O'ynaydigidan o'ynab bo'lib kirib topshiriqlarni ishlaysan, uqdimi? Uqdim. Ben gel qotma. Ma quloq gap anlamdı. Fukamga bergan vaqt nima vermaysa? Voy sen çoğanki gapini anlab baqsan bo'lmamdi. Bo'pti sen 3 minut vaqt berma. Ko'rdig'ini ko'rib bo'p, kiralg'ini oldiq borsa. Uqdingmi? Ha, uqdim. Shunday bir kinoni ko'ydim hali. Olmay baqay gapimni. Oyundan tapşırık işte, top oynamaksan sen neyim yazdan işte yazmaksan bu güzel. Uy. Resim sınırmaydı. Tapşırıklarını işler dedim ben. Yapanlar işler. Ben birden tut kırma.
Can, bir yer ısıpıraldı da. Hadi bakalım bunu şey. Özüm kaldım lekin. Sen Horazma? Sen öldürme? Hep çiçekleri saklım aldım. Öpkendeki yımalıman diyanda dadam öyle daim kızgan gösterici bululup bergen bu. Tez yapan kimlerden basalı kaçır yazık abinin kutlaması ya. Ak koydum da böyle, kar koydum da böyle, kalıbın bunu soyup da terisi üverse. Olmadı mı? Sık, muştuk. Şurada koçuda. Sizlar o'quvchi bo'lgandan keyin o'zinglar xos, o'quvchilar xos, yarshimliq chiroyli yoslab tursanglar bo'ladi-ku. Matki bağlar gibi diyemedim akış kosağa. Bu şu. Yine kalın müsaadeni. Bazıları kitap tuttu. Özel yerimden kalktı. Qachon tugamoqchi sinab chiqib, qachon tugamoqchi yashamaydi. O çok olmadı o kadar şey.